ikkinchi marta kelishim bu restoranga. O'tgan safar amerikalik hamkasblarim bilan kelgan edim. Tashkilotimiz Xivada, Urganchda jurnalistlar uchun treninglar o'tkazayotgan paytda ish paytida kelganim uchun u qadar bemalol o'tira olmagan edim. Endi bu safar oilam bilan, yaqinlarim bilan keldim va maza qildim. Zo'r joy ekan. Oddiy qilib aytadigan bo'lsak, endi hozir O'zbekistonda restoran sanoati juda avj olgan davr. Qaysi shaharga bormay yangi restoranlar, o'ziga xos bezak, etnik deylik xarakterga ega joylar, O'zbekiston urf-odatlarini, O'zbekistonning milliy belgilarini aks ettirish udumga kirgan va sofra deyishganida ochig'i endi turkcha so'z bo'lgani uchun turkcha joy bo'lsa kerak deb o'ylasam, bu Xivadagi turkcha restoran ekan. Ya'ni ko'p narsa baribir O'zbekistonni aks ettiradi. Xursandman. Avvalo o'zbekistonliklarning